dunyo saodatini nasib etsin. Amin. Ushbu xatni sizga Saudiya Arabistondan barcha musulmonlarga yuborilmoqda. Bu sizlar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam masjidining imomi Shayx Ahmadning so'zlaridir. U kishi juma kuni kechasi Qur'oni Karimni o'qib bo'lgach uyquga ketdilar va tushida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rdilar. Payg'ambarimiz u kishiga aytdilar: "Ey Shayx Ahmad, shu juma 600 kishi vafot etdi, ammo ularning birortasi jannatga yo'l olmadilar, chunki xotinlar erlarining gaplariga kirmay qo'ydilar. Puldor musulmonlar nochor kambag'allarga yordam bermay qo'ydilar. Musulmonlarga farz qiling, 5 vaqt namozni o'qimay qo'ydilar. Mayli, baribir Alloh subhanahu va taolo biladi. Ey Shayx Ahmad, bu hayot siz tomonidan yuborilayotganini barcha musulmonlarga yetkazing. Ular bu xatni ko'paytirib musulmon birodarlarga tarqatinglar, chunki baxt dunyo musulmonlarning barchasiga yetib bormog'i kerak. Bu xatni ko'paytirib tarqatgan kishi baraka topadi. Payg'ambarimiz uni va oilasini jannatga kiruvchilar qatoriga qo'yadi. Agar ushbu xatni olganlar uni o'z birodarlariga tarqatishni xohlamasalar, ularga Allohning sharti bajarsa, rahmdil Alloh uning qarzidan qutulishini oson qiladi. Men Shayx Ahmad sizlarga aytamanki, agar mening aytganlarim yolg'on bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mendan norozi bo'lsin. Hurmatli musulmonlar, o'z diningizga sodiq bo'lmoqingiz, Alloh payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga vahiy orqali ko'rsatgan to'g'ri yo'ldan yurishingiz va qilgan gunohlaringiz uchun tavba qilib, har dushanba payshanba roza tutmoqingiz kerak. Bu xatni 20 dona ko'chirib musulmonlarga tarqatinglar. Shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tilaklari bajariladi dedi. Bu xatni saqlabgina qo'ymasdan, balki uni ko'paytirib tarqatish lozim. Kozim ismli odam ushbu xatni olgan vaqt kitobiga aytib ko'paytirgan va tarqatgan. Bir necha kundan so'ng omadi kelib ishlar yurishib ketgan. Omadi kelmay yurgan Abdusalom ismli odam shu xatni olgan, uni idorasida esdan chiqarib, bir ozdan so'ng ishdan bo'shatilgan. Keyinroq ushbu xatni eslagan va 20 ta nusxa ko'chirib tarqatgan. Natijada oradan 5 kun o'tib ishlar yurishgan. Avvalgidan ham yaxshiroq ishga joylashgan. Bobir ismli odam esa ushbu xatni olib keraksiz narsa deb yirtib tashlagan. 9 kun o'tgach vafot etdi. So'zimning oxirida men sizlardan yana bir marta bu xatni olib tarqatishingizni iltimos qilaman. Buni faqat tarqatish emas, uni o'qish ham kerak. Barchamizga Allohning rahmati bo'lsin. Amin. Eng yoqimli musiqa azon, foydali sport, namoz, eng zo'r kitob Qur'on. Agar Allohni sevsangiz, buni 9 ta odamga jo'nating. Ertalab ko'rasiz Allohni sizga nima berganini.